Surxon daryo mo'jizasi Fayoztepa tarixiga yuzlansak, qadimiy Termizning qoq markazida zamon va unutilish qumlari ostida eng beparvoz sayyohning ham tasavvurini uyg'otadigan muqaddas joy qumga cho'mgan. Bu karvon yo'llari va Amudaryo qirg'oqlari orasida yo'qolib ketgan 1-7 asrlarga oid Fayoztepa Budda ibodatxonalar majmuasidir. 1968-yilda ushbu yodgorlikning kashf etilishi go'yo kinolavhani eslatardi. Oddiy cho'pon sayyor qumtepalar bo'ylab yurganida asrlar davomida chang qoplagan sukunatda yotgan Budda haykaliga duch keldi. Qumlar ostida shunchaki bino emas, balki butun bir ma'naviy olam, ibodatxona, monastir, freskalar, bo'rtma naqshlar va qadimiy madaniyat izlari bilan bezatilgan turar joy hamda xo'jalik xonalari yashiringan edi. Hayratlanarlisi shundaki, hatto 2000 yil avval yashagan o'sha davr me'morlari ham shunchaki qurilish bilan cheklanmagan. Ular haqiqiy san'at asarlarini bunyod etishgan. Ibodatxona Buddaga ta'zim qilayotgan bakteriyaliklar tasvirlangan freskalar bilan bezatilgan, haykallar zarhal bilan qoplangan, devorlarda esa Hind va Ellin an'analarini eslatuvchi manzaralar aks ettirilgan. Majmua ichida noyob uchlik, muqaddas daraxt ostida rido kiygan Budda haykali, uning yonida ibodat qilayotgan 2 rohib topildi. Shu yerning o'zida moychiroqlar uchun tokchalar, ziyoratchilar uchun cho'zinchoq zallar va hatto ibodatxonani Amudaryodan suv bilan ta'minlagan qadimiy suv tizimi qoldiqlari ham mavjud edi. Fayoztepa shunchaki vayronalar emas, bu madaniyatlar uyg'unligi, sharq va g'arbning tutashuvi, loy, g'isht va qumda muhrlangan falsafa va e'tiqod haqidagi jonli hikoyatdir. Uning devorlari orasidan o'tayotganda go'yo havo qadimiy duolarning aks sadosidan titrayotgandek tuyuladi. Bu majmua O'rta Osiyo xalqlari nafaqat savdo-sotiq, balki ma'naviyat bilan ham yashaganining yorqin dalilidir. Fayoztepani chinakamiga anglamoq uchun Surxon eliga tashrif buyuring. Qadimiy ziyoratchilar izidan borib, stupalar orasida to'xtab, uning nafasini his qiling.